Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun izolyatsiyalar haqida gaplashamiz. Ya'ni uyini kimdir to'pli pol qilmoqchi bo'lganlar uchun ma'lumot. Bu haqida ustalar ko'proq ma'lumot biladi va men ham qisqacha aytib o'tib ketaman. Birinchi mahsulotimiz Rossiyada ishlab chiqarilgan Energiflex mahsuloti hisoblanadi. Buni tarkibi polietilen bo'ladi, ustida zashtnigi bo'ladi. Ya'ni polietilen yirtilib ketmaydi, bu baquvvatroq bo'ladi, issiqlikda ushlaydi. Buni ikki xil rangi bo'ladi. Ikki xil dema, 3 xil rangi bo'ladi. Qizil, qora, ko'k, ya'ni issiq suv, sovuq suvni ajratishga qulayroq. Mana zashtnigi ham bosganda shikast etmasligi uchun yaxshiroq. Keyingisi Misotflex bo'ladi. Bu Qozog'istonda ishlab chiqarilgan. Buni narxi Energiflexdan yuqoriroq yuradi. Ya'ni buni tarkibi kauchuk hisoblanadi, ya'ni rezina. Bu mustahkamroq bo'ladi, issiqlikni ham ko'proq ushlaydi bu. Narxi ham balandroq yuradi buni. Zichligi ham yaxshi. Yirtilib ketmaydi bu. Buni ham har xil razmeri bor. Keyingisi Rokoflex. Bu o'zimizda Toshkentda ishlab chiqariladigan mahsulot. Bu ham tarkibi rezina bo'ladi, kauchuk. Zichligi Misotflexdan pastroq bo'ladi, narxi ham pastroq yuradi buni. Buni ham hamma razmeri bor. Keyingisi Energomax. Bu hozir o'zimizda ommabop bo'lib ketmadi. Bilgan biladi, bilmagan ko'pchilik bilmaydi. Buni tarkibi ikki xil mahsulot bo'ladi, ya'ni polietilen va kauchukdan aralashmasidan hosil bo'ladi. Buni mustahkamligi mustahkam bo'ladi. Issiqlikda ham eng yuqori ushlab turadigan mashq hisoblanadi. Narxi ham eng yuqori. Kauchuklar ichida hozircha eng yuqorisi shu. Ya'ni buni ham har xil razmeri bor. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi.